Hammaga assalomu alaykum jigarlarim, yaxshimisizlar? Meni anaqa akkauntim obzorni qilib beraman deganim sizlarga. Hozir mana shu akkauntim 3206 silali zamonaviy o'yinchilar. Erling Haaland bor, Drogba bor. Vinnini mana bugun tushirdim. Neymar qo'ydim, chap qanotga, o'ng qanotga Kroyff qo'ydim. Shevchenkani hujumga qo'yganman Raul bilan birga. Keyin Lampard kartasi bor. Xabi Alonso, Cannavaro bor. Cannavaro'miz juda ham top. Ato bir miyatchi berganman Bustraga. Cannavaro'ga gap yo'q. Juda ham yaxshi himoyalanadi. Eng zo'r kartasi adashmasam mana shu Cannavaro'ni. Meni bilmadim. Boshqa yaxshi kartasi bo'lsa kommentga yozoringlar. Kelgan varatada meni Angelo Perruzzi shu bor. Yaxshi turadi, vrodi, bo'yi past bo'lsa ham. Kaxim bor, yoqmaydi to'g'risi. Burchaklarni ololmaydi kaxim. Men har holda birga bir chiqqanda seyflab qo'yibdi-da. Sastavimiz hozircha shu. Yana bu yoqda ham o'yinchilar bor. Hozir ko'chada turib obzor qilyapman jigarlar. Joyim yo'q. Tez obzor qilyapman. Aytib bermaysizlar. Video chiqaraman deganim uchun ko'chada bo'lsam video olib bordim. Xafa bo'lmaysizlar. Like'larni bosib qo'yinglar. Rahmat Addushi.